Bismillahirrohmanirrohim. Alloh taolo eng birinchi nimani yaratdi? Eshitamiz, juda ham go'zal, juda ham chiroyli, nihoyat darajada inson qalbini hidoyatiga sababchi bo'ladigan go'zal so'zlar. Imom Buxoriyning ishonchli sanad bilan Hazrat Alidan rivoyat qilishlaricha u kishi aytdilar: bir kuni Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurlarida o'tirgan edim. Jobir ibn Abdullah Ansoriy raziyallohu anhu keldilarda o'tirdilar. Men, Hazrat Ali aytayaptilar, men, Jobir va Rasululloh birga o'tiribmiz. Shunda Abdullah Ansoriy aytdilarki: "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, ota-onam sizga fido bo'lsin, menga xabar bering. Alloh taolo yaratgan eng birinchi narsa nima?" deb savol qildi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam aytdilar: "Eng avvalgi yaratgan narsasi mening nurim edi. 1000 yilda yaratdiki, u jahonni bir kuni bu dunyoni 1000 yiliga tengdir. Mening nurim Alloh subhanahu va taolo qudrati bilan bordi, tavob qildi, to Alloh taoloning butun azamati osorini mushohada qildi. Keyin Alloh taolo xohlaganicha Alloh taologa tasbih aytib sajda qildi." Ya'ni meni nurim Allohning huzurida shuncha miqdor turdi deyaptilar. Qur'oni Karimning Haj surasi 47-oyatida aytiladi: Bismillah. Darvoqe Parvardigoringiz nazdidagi bir kun sizlarni hisob kitobingizdagi 1000 yilga barobardir. Demak, bizlarda dunyodagi 1000 yilimiz oxiratdagi bir kunga teng bo'lar ekan. Ibn Abbosdan raziyallohu anhu rivoyat qilingan boshqa bir hadisga ko'ra, Nur 12000 yil yurib Alloh subhanahu va taoloning pokligi, yagonaligini yod etdi. Va dedilar, keyin Alloh taolo u nurni 4 qismga bo'ldi. Bir qismidan arshni yaratdi, bir qismidan qalamni yaratdi, bir qismidan jannatni yaratdi, bir qismidan mo'minlarni yaratdi. Bu 4 qismni yana 4 qismga bo'ldi. Birinchi qismida aziz va mukarramroq qilib meni yaratdiki, rasuldirman. Ya'ni bu so'zni payg'ambar alayhissalom aytayaptilar. Ikkinchi qismidan aqlni yaratib mo'minlarni boshiga joyladi. Uchinchi qismidan hayoni yaratib mo'minlarni ko'ziga joyladi. To'rtinchi qismidan ishqni yaratib mo'minlarni yuragiga joyladi. Demak, aql, hayo va ishq asl iymon ahlida bo'lgay. Keyin qalamga buyurdiki, arshning, ya'ni peshtoqiga La ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deb yozgin deb Alloh amr qildi. Qalam 400 yilda La ilaha illallohni bitdi. Qalam kelib La ilaha illallohni yozib bo'lib aytdi: "Bilirman, ey Parvardigor, sani nazring, vaziring yo'q. La ilaha illalloh deb yozdim. Ammo bilmaymanki, sani isming bilan turgan bu buyuk ism kimning ismidir?" Alloh taolodan xitob keldiki, bu mening Habibim va tanlaganimning ismidir. Muhammadur Rasululloh haq kitobining haybatidan qalamni boshi teshildi. So'ng yozdi: Muhammad Rasulullohni La ilaha illallohni
ortidan yozdi. Shundan sunnat qoldiki, to qiyomatgacha qalamni boshini yo'nsagina yozadi. Yer yuzidagi barcha qalamlar yozg'ichlarini teshigiga diqqat qilinmog'ini so'raymiz, deyaptilar. Bu voqeani Shayx Muhammad Mutavalli Sha'roviy marhamat qilib aytib o'tdilar.